Nima o'ylanib o'tiribsan? Aşağıdan maşa qabzon qilib beraymi deb o'tiribman-da. Hozirgi kundagi trendda bo'lgan rangimiz har qanday xonaga o'zgacha chiroy beradigan atmosfer xullas o'zinglar tushundingiz. Bu spanligimiz, ikki tarafda tumbasi, svetiniyalar uch rangda yonadi. Bu maradonlarimiz vakuumli xonada qo'yib yuborsanglar o'zi yopiladi. Xo'p, spanligimiz oyoq tarafidagi sofasi. Bu yerga kiyim joylasanglar bo'ladi. Spanligimizni tagi mexanizmli, ya'ni ponni ochiladi. Hozir ustida narsa borligi uchun ochib o'tirmadik. Shkafimizga keladigan bo'lsak, shkaflarimiz bu tarafda shimilaydiganlari bor. Muzkoy taraf. И женский uzun ko'ylaklar uchun bu yerda seyfimiz va qo'lkalarimiz и most. Agar shu rangdagi mebellar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqishingiz mumkin.